Chorva ishqibozlari, hurmatli obunachilar, Jahongir Uz obunachilari, xudo xolasa shu shved qo'chamizdan yoshi 1,5 oylik ekan, 17 million 800 ming so'mga baraka yo'q deganlar. Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozori 17 million 800 ming so'm. Baraka. Deganlar, obuna bo'lish esdan chiqmasin, like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, inshaalloh xursand bo'lamiz. Xudo xolasa manfaatli videolar qilib boramiz. Hamidaga rahmat. Xudo xolasa hozir bozor xudo xolasa dammi deyapti. Xo'p, deganlar shu shved qo'chamizdan sotiladigan 6 oylik ekan, yoshi 33 million so'm kami bor deyapti. Kimga qiziq bo'lsa hozir raqamlarni qoldiramiz. Xo'p. Telefon raqamlari 94 484 89 37. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar akalar. Qorasul akalarimizniki 6 oylik shved qo'chamiz. 33 million so'm kami bor deyapti egalari. Hurmatli obunachilar, Jahongir Uz obunachilari, xudo xolasa Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozori. Deganlar, 9 ta buqamiz baraka yo'q. 185 million so'mga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tasi 185 million so'mga Qorasulli akalarimizga baraka yo'qdi. Alloh barakasini bersin. Xo'p, hozir deganlar orqalarini ham ko'rsatib boramasizlar. $85 million so'mga 9 tasi baraka. Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozori. Chorva ishqibozlari, xudo xolasa Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozori 2026-yil 23 avgust haftaning yakshanba kuni shu shved qo'chamizni 2 oylik 22 million so'mga so'rayapti akamiz. Bermayapti. Savdosi bo'ladi. 22 million so'm so'rayapti. 300 ming so'm ko'may 300 mingdan bir dona bak. 50 so'm arzon million. 22 million. 22 million so'mga so'rayapti. Chorva ishqibozlari, Jahongir Uz obunachilari, xudo xolasa 2 oylik shved qo'chamiz. Akam, necha pulga baraka oldi? 23 million so'mga akamiz oldi. Barakasini bersin aka. Eshikada aka. Biz bosgan paytdan aka akamiz. Bo'ldi aka, barakasini bersin. Yarim yildan keyin bolalaridan kutaveradi. Xudo xolasa inshaalloh aka, barakasini bersin. 2 oylik shved qo'chamiz. 23 million so'mga baraka. Yala. Qozoq nojillarimiz bor. Aha. Avstriyskiy. Avstriyskiy, hop. 2,5 oylikdan 5 oylikka doğru. Bor. Bor. Telefon nomeri aka? Aka 91lik 167 0480. 167 0480. Aytsa telefon qilsa o'zini bitta desa bitta, 3 ta desa 3 tani bitta qo'yib, syomka qilib tashlab beramiz, narxini kelishamiz. Bo'ldi aka. Rahmat aka. Ziyanlar 560 kilo chiqdi. 72 ming so'mdan baraka bo'ldi. Hozir tarozini videosini qila olmadik. 560 kilo chiqdi. 40 million 320 ming so'm bo'ldi akalar shu buqamiz. Hayır. Jay. Ne çıktı aka? 578 kilo. 10 lira. Ne çıktı? 68 so'mdan bo'ldi akalar. 578 kilo. 68 ming so'mdan baraka yo'q taroziga. Buni yo'qqa sotdilarmi? Nech pullar?
72 ming. 72 ming so'mdan taroziga baraka yo'qdi akalar. Hozir taroziga qo'ysalar kilolarni ko'rsatamiz. Beş 4 kilo. 504 kilo deganlar. Aka necha pul oldi? 70 ming so'mdan taroziga tirigiga baraka yo'qdi akalar. 504 kilo. 70 ming so'mdan. Deganlar Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozori. Xo'p. Şu bagajning yuqorimizni ham 68 ming so'mdan so'radi, berilmadi. 70 ming so'mdan beramiz dedi. Savdosi 68 mingdan tarozi so'radi. O Xo'p, jigarlar, xudo xolasa Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozori Igand buqani chiqdi, Shved oza. Egalari 70 million so'm kamini qilib beramiz deyapti. 60 million so'm savdosi oldi, berilmabdi jigarlar. Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozori. O'ta go'zal buqa. Million so'm savdosi oldi, berilmabdi. Xudo xolasa bugungi kunimiz 23-avgust, haftamizning yakshanba kuni 2026-yil. Jigarlar, like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa manfaatli videolar qilib boramiz inshaalloh. Jam, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, hozirgi buqamiz savdosi pishdi, barakasi bo'ldi. 31 million 500 ga baraka bo'ldi shu buqamiz. 31 million 200, 31 million 400 so'rayapti. 31 million 500 ming so'mga baraka bo'ldi. Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozori. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa manfaatli videolar qilib boramiz inshaalloh. Xo'p, hurmatli obunachilar, shu buqamiz savdosi bo'lyapti, hozir bilamiz. Hozir pishib qolay deyapti shekilli. Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozori deyarlar. Bo'ylari bir plus minus bor. Bir plus minus. Bo'lar. Hurmatli obunachilar, 68 ming so'mdan tarozi tirigiga baraka yo'qdi, 7 kilo skitkasi bor ekan. 68 ming so'mdan baraka yo'qdi. Hozir kilolarni ko'rsatamiz, so'rab chiqqanda 7 kilo skitkasi bilan. Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozori 68 ming so'mdan baraka taroziga. Xo'p, jigarlar, xudo xolasa mana shu qo'chamizni 300 ming kam 17 millionga so'rayapti, bermayapti.
16.700 ga berilmayapti. Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozori. 23 avgust 2026-yil. Aka maosh yurishyapti. 16.700 ga berilmayapti. 18,5 ga savdosi bo'lib berilmayapti akalar. 20 million so'm bering deyapti egalar. Akamiz 18,5 million so'm so'rayapti. Berilmayapti. Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozori. $18,500 ga berilmayapti. Bozor xudo xolasa maydalari pul, semizlari ham endi pul. Maydalar o'ta qimmat. $34,500 savdosi bo'lyapti. Berilmayapti. $34,500 ga tog'amiz so'rayapti, berilmayapti. $34,500 ga berilmayapti deganlar. Savdosi bo'lyapti bu qani. $31,400 so'rayapti. Qorasuv akamiz dadaxonaga qassob. $31,400 Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozori. Bugungi kunimizga xudo xolasa 23 avgust. Hey,